ish haqingiz kechikayotgan bo'lsa, uni 2 hissa qilib undirib olishning qonunchilikda juda ham yaxshi bir yechimi bor. Hozir o'rgataman. Mehnat kodeksining 333-moddasiga asosan ish beruvchi sizga to'lanishi lozim bo'lgan ish haqining to'lash muddatini kechiktirgan yoki uni buzgan taqdirda kechiktirilgan har bir kun uchun foiz miqdorida pullik kompensatsiya to'lashi shart. Bunda kompensatsiya miqdori Markaziy bankning o'sha vaqtdagi qayta moliyalash stavkasining 10% miqdorida qilib belgilanadi. Masalan, siz 10 million so'm oylik olasiz deylik. Hozirgi kunda Markaziy bank stavkasi 14% ni tashkil etadi va uni yuqoridagi narxga chaqadigan bo'lsak, 10 million so'mning 14% 1.400.000 so'm bo'ladi. Endi xuddi shuning, ya'ni qayta moliyalash stavkasidagi 1.400.000 so'mning 10% 140.000 so'm bo'ladi. Demak, ish beruvchi mana shunday holatda har bir kechiktirilgan kun uchun sizga 140.000 so'mdan to'lab berishi shart. Mana shunday